Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, biz bir necha kun oldin Vivo X300 Pro haqida batafsil gaplashgan edik. Ya'ni sizlarga smartfonni obzor qilib berdim va ba'zi moddellar bilan kamera bo'yicha ham taqqoslab ko'rdik. Endi bugun meni qarshimda hozir stolimda aynan mana shu seriyani Monster versiyasi turibdi. Ya'ni Vivo X300 Ultra. Mana shu eng oxirgi Ultra bilan bo'ldi. To'xtadi 300 seriyasi. Shu bilan endi bo'ldi, keyingi yil boshqa model chiqadi. Xullas, eng oxirgisi Monster kamera bo'yicha o'rtoqlar bu smartfonni juda ham ko'p odamlar eng zo'ri deyishyapti. Ya'ni Androidlar orasida, hattoki iPhone'dan ham umuman smartfon zotiga viziv tashlagan model. O'zi Vivo X300 Pro ham shunaqa edi, lekin bu undan ham zo'r deyishyapti o'rtoqlar. Tushunasizlarmi? Bugungi videoda bu smartfonni haqiqiy testlarda sinayman. Chunki o'rtoqlar bu smartfonning narxi juda ham qimmat. Narxi qimmat bo'lganga yarasha Vivo X300 Pro da, ya'ni bundan oldingi versiyasidan ancha kuchlimi yoki nomiga qanaqadir o'zgartirish kiritib, shunchaki sotuvga chiqarib yuborishdimi? Menga bu narsa juda ham qiziq bo'ladi. Menimcha bu narsa sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Xullas o'rtoqlar, yaxshilab joylashib olamiz. Biz har doimgidek birinchi bo'lib birgalikda unpacking qilamiz. Aytgancha o'rtoqlar, men sizlarga bomba kontentlar tayyorlashdan charchamayman. Sizlar esa o'rtoqlar shunchaki videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Ana endi boshlaymiz. Xo'sh, o'rtoqlar, korobkasi ko'rayotganingizdek, o'sha, ya'ni Vivo X300 Pro ning korobkasi qanaqa bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa. Birinchi bo'lib o'rtoqlar, mana bu joydan, ya'ni заводской plombasi, mana shu joyni tortamiz. Xo'p, bismillah deb endi sekin ochamiz. Plomba ketdi, короче. Xullas, plombani bizdim. Ya'ni juda ham yopishiq ekan. Endi bu yog'ini qo'lda amallab olamiz o'rtoqlar. Xo'p, ochamiz. 16 ga 512 taligi, hani, 16 ga 512 taligi. Xo'p, mana bu joyni ochib olamiz. Hozircha kerak emas. Endi o'rtoqlar, qani bu menga emotsiya berarmikin? Vivo X300 Ultra, 200 Ultrada bor edi ozgina emotsiya. Qani bunda nima bo'lar ekan? Hop, qani. Mana hamda bor ekan. Uni men bu yoqdan tortyapman. Mana. Kelinglar. Birinchi bo'lib shu komplektga to'xtalib ketdik. Negadir har doim smartfonni ochgandan keyin to'g'risi aytaman, shu menga komplektini ko'rish birinchi qiziqroq bo'ladi. Xo'p, ochamiz. Har doimgidek Proda qanaqa chexol bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa sifatli chexol. Yomon emas. O'rtoqlar, mana shu Vivo'ning chexoli menga juda ham yoqadi o'rtoqlar. Qanaqadir boshqa kompaniyalarga qaraganda noodatiy sifatli chiqarib berishadi chexollarni. Va o'rtoqlar, adapterimizni ko'ramiz. 100 wattli tezkor adapter bor. Gap yo'q. Va o'rtoqlar, hop. Type-C ga Type-C kabel. Mana bo'lar ekan-ku. Type-C kabel. Va o'rtoqlar, SIM slot ochish uchun mana shunaqa qog'ozga igolkani joylashtirishgan. Xullas, mana makulatura bu hech kimga qiziq emas. Endi o'rtoqlar, mana bu joyi smartfonimizni oq rangda o'rtoqlar, oq rang, atidan oq rangini olib keltirdim. Yashili ham bor ekan, lekin qanaqadir ozgina so'roq tuyuldi menga. Endi bu meni fikrim. Xo'p, qaranglar, esingizda bo'lsa, Pro'ni mana bunaqa ochuvdik, buzib, buni lekin akkuratni ochsa bo'lar ekan. Qaranglar, akkuratni ochsa bo'lar ekan. Buzish shart emas buni. Yoki buzib yuboramiz ham. Bo'pti o'rtoqlar, buzamiz kerak. Mana bunaqa qilib ochamiz. Pro'dagi. Buni shoxi bormi? Xo'p. Ochdik. Vau, mana. Va orqasi tekstura ekan o'rtoqlar, men rasmda unaqa ko'rmadim men. Orqasi tekstura. Xullas, qaranglar, men orqasini o'ynashini. Oldingi avlodga qaraganda shaybi ham o'zgargan o'rtoqlar. X200 Ultrada nomini eshitish juda ham qiyin mashinalar bor. X200 Ultrada bunaqa emas edi. Ramkalarni qaranglar. Gap yo'q. Vivo yozuv juda ham zo'r joylashgan. Tekstura juda ham zo'r. Ikkiga bo'lingan. Mana bu orqa panel, yon taraflari. Smartfon ozgina qalinroq ko'rinyapti. Hali bu haqida biz batafsil gaplashamiz. Xullas, Vivo X300 Ultra'ning dizayni mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Endi o'rtoqlar, men hozir smartfonni yoqaman. Bu smartfonni hozir men aktivatsiya qilaman. Menga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Xullas, aktivatsiya qilib turib, birinchi bo'lib to'g'risi aytaman o'rtoqlar, kamerasidan boshlayman. Menga hozir buni kamerasi juda ham qiziq bo'lyapti, chunki o'rtoqlar bu smartfonning kamerasi ikkita 200 megapikselli kamerasi bor o'rtoqlar bu modelni. Xullas, birinchi kameradan boshlaymiz, keyin qolgan joylarga sekin-sekin o'tamiz. Xo'p, bitta perexod bo'ladi. Sizlar ko'p kutmaysizlar, bitta transition. Men esa tezda qaytaman. Aytgancha o'rtoqlar, like bosmagan bo'lsanglar, like bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'laman. Bu modelning kamerasi shunchaki smartfon kamerasi emas. Ishoning, bu mutlaqo boshqa daraja. Rasmdagi detalizatsiyani va ranglarni yetkazib berishini so'z bilan ta'riflab berish juda ham qiyin. Buni faqat o'zingiz ko'rishingiz kerak. Video syomka esa umuman alohida mavzu. Vivo muhandislari bu smartfonni kamerasi bo'yicha shunaqangi ish qilishganki, natijada olingan kadrlar uchun, ya'ni rasmda ham, videoda ham bozordagi eng qimmat gigantlarga nafaqat raqobat qiladi, balki ularni qattiq asabiylashga ham majbur qiladi. Bu smartfon Vivo X300 Ultra'da syomka qilinyapti.
Atidan birinchi bo'lib sizlarga video portret rejimini ko'rsatmasam bo'lmas edi. Mana bu sifatga o'rtoqlar bitta o'zingizlar baho bermasanglar bo'lmaydi. Qaranglar. Orqani xiralashtirishi, ranglarni chiqarib berishi, meni o'zimni yuzimni, ya'ni detalizatsiya qilib berishi o'rtoqlar bu shunchaki professional darajada, misol uchun syomka desa ham bo'ladi. Xullas, hozir boshqa rejimlarga ham o'tib, birma-bir sizlarga bor potensialni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Endi e'tiboringizni eng muhim bo'lgan nuqtaga qarataman. Bu smartfon hozircha dunyoda yagona bo'lib turibdi. Ikkita 200 megapikselli linza o'rnatilgan. Ya'ni tushunib turganingizdek, optik kamerasi 200 megapiksel va yana bitta asosiy kamerasi ham o'rtoqlar 200 megapiksel, shirik kamerasi 50 megapiksel. Keling, bu smartfonda hozir log formatda olingan videolar va qorong'uda olingan videolarni ko'ramiz va o'rtalar o'zingizlar rostdan baho berasizlar. Albatta men xohlardimki, bu videoni barcha ko'rayotganlar o'zlarini kamera bo'yicha fikrlarini kommentariyada yozib qoldirishlarini. Mana bu video log formatda syomka qilyapti. Log format shunaqaki, o'zingiz xohlaganingizcha rang bersangiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, mana hozir video xira, ya'ni rangi yo'q. Buni men DaVinci da hozir rang beraman. To'g'ri, professional color grading qila olmayman, lekin qo'ldan kelgancha havaskor o'zim rang berib ko'raman. O'zingizlar bitta baho berib ko'rasizlar. Mana bu o'rtoqlar endi rang berdim, ya'ni DaVinci da ozgina ishlov berdim. O'zim xohlagancha, misol uchun yashilni xohlagancha sozlab ko'rdim, yuz terisini xohlagancha sozlasa bo'ladi. Xullas, o'zim bilganimcha sozlab, mana rang berib ko'rdim. Log formatda mana shunaqa sifatda video syomka qilsangiz bo'lar ekan, bu modelni o'zingizlar bitta sifatiga kommentariyada baho berib ketinglar. Vivo X300 Ultra da siz agar sotib olsangiz bu smartfonni mana shunaqa sifatda bemalol video syomka qilsangiz bo'ladi. Hozir optik zoomlarni ham tekshirib ko'ramiz. Masalan, hozir ikkidan foydalanib ko'rsak bo'ladi. Ikkidan foydalanganda, ya'ni mana shunaqa sifatda bemalol, ya'ni o'zingiz videoga olsangiz bo'ladi. Endi hozir maksimal optik zoomlarni mana bu binolarga syomka qilgan holatda birma-bir tekshirib chiqamiz. 0.4 dan boshlaymiz, ya'ni ultra wide da hozir syomka qilyapti. Ko'rishingiz mumkin. 0.4 da ham o'rtoqlar mana shunaqa sifatli video olsa bo'ladi. Boya ko'rsatganimdek. Qaranglar, endi zoomlardan foydalanib ko'ramiz. Bir zoom ko'rishingiz mumkin. Bu o'zining optik bir zoomi, standart holatdagisi. Hop, bu 2.5. Hop, ko'rayotganingizdek 2.5 da mana shunaqa sifatda video olsa bo'lar ekan. 5 optik 5 zoom ko'rishingiz mumkin. Binolarni juda ham zo'r detalizatsiya qilib beryapti. Endi Nesvani yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Mana bu 6.7 ko'rayotganingizdek 6.7 da deyarli sifat buzilmayapti. O'zini juda ham yaxshi ushlab turibdi. Endi maksimal zoom videoda necha ekan ko'ramiz. Maksimal zoom bu 20 marotaba yaqinlashtirilganda to'g'ri zerno beryapti, sifat ozgina buzilgandek bo'lyapti. Nimaga bilasizlarmi? Chunki bu bino va o'rtoqlar quyosh tushib turibdi. Kelaylik, shuni orqaga qaytaramiz-da. Aytaylik, mana bu joyda yashil va qizil ranglarda bu yanada yaxshiroq chiqarib berish kerak. 2.5, mana 2.5 da mana shunaqa sifatda oladi. 5, mana bu 5 optik zoom, 6.7 ko'rayotganingizdek hammasi yaxshi. Endi mana shu to'g'ridagi binoni, ya'ni plakatda 20 marotaba yaqinlashtirilgan videoni ko'rasiz. Ko'rasizlar, mana plakatda xiralash bordi, lekin mana binoda yaxshi ko'rsatyapti. Binolarni, rangli binolarni yaxshi ko'rsatib beryapti. Masalan, yozuvlar bemalol o'qilyapti. Xullas, kamerada shunaqa gaplar. Oxirgacha yaqinlashtirilganda juda ham ko'p smartfonlar nisbatan buzilishi aniq, ozgina buziladi, zerno beradi, lekin optikda o'rtoqlar, optikda prosta yorib tashlayapti. Mana bu 6.7 optik, mana bu o'rtoqlar 0.4. Xullas, kamerada shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi mana bu videoga qarang. 50 megapikselli ultra wide, ya'ni shirik kamerada syomka qilaman. Bu modelda o'zingiz syomka qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun selfie kamerada emasda, mana shunaqa 0.4, ya'ni shirik kamerasiga qo'yib turib syomka qilsangiz, ancha yaxshiroq chiqadi. Ko'rasizmi? Misol uchun atrofimdan juda ham ko'p joyini videoga qo'shib ko'rsatib beryapti va o'rtoqlar o'zim ham juda ham sifatli darajada syomka qilib beryapti. Chunki o'rtoqlar boyatgandek smartfonning kamerasi, shirik kamerasi oddiy kamera emas, 50 megapikselli juda ham kuchli linza qo'yilgan. Plus 460 fps da mana shunaqa sifatda siz bu smartfonda bemalol o'zingiz shirik kamerada juda ham chiroyli videolar olsangiz bo'ladi. Davom etamiz. Endi selfie kameraga qaraymiz. Selfie kamera 50 megapiksel. Bunga shu 460 fps ga qo'yilgan. Xo'sh, o'rtoqlar, umuman olganda men kamerada bitta narsani sezyapman. Ya'ni hech qanaqa filtrga, ranglarga tegmaydigan bo'lsangiz, ya'ni standart holatda syomka qiladigan bo'lsangiz, ozgina sovuqlik bor. Buni tan olish kerak. Sifat aytmayapman. Sifat umuman boshqa narsa. Men hozir rang masalasiga gapiryapman. Ya'ni default holatda, standart holatda ozgina sovuqroq o'tdi. Lekin Vivo kompaniyasi shuni nazarda tutib, shuni hisobga olib, video syomka qilishdan oldin shunaqangi zo'r filtrlar qo'yib qo'ygan. Bu filtrlardan misol uchun siz kinoshni kadrlar chiqarsangiz bo'ladi yoki xonada o'tgan bo'lsangiz, xonada biron bir studiyada o'tgan bo'lsangiz, uni rangini o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Ko'chaga chiqdingizmi, unga alohida rang bersangiz bo'ladi. Xullas, mana shu narsani o'ylagan. Ya'ni juda ham katta ish qilgan.
Aytmoqchi bo'lganim, agarda siz bu smartfonni sotib olsangiz, standart holatda sal sovuqroq rangda video olasiz, lekin filtrlardan foydalansangiz, juda ham zo'r kadrlar chiqarsangiz bo'ladi. Xullas, bu selfie kamerasi edi. Shunaqa gaplar. Menga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi mana shunaqa noodatiy, игровой, kamerafon smartfonlarni qayerdan sotib olsak bo'ladi deb juda ham ko'p so'rashadi. O'rtoqlar, men har doim eng sifatlisini sizlarga tavsiya qilib kelganman. O'rtoqlar, bu Telegramdagi Ag'zab Market kanali. Aynan mana shu kanal orqali shunaqa noodatiy, kamerafon, игровой, kuchli smartfonlarni siz sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun o'rtoqlar, qaranglar. Bu kanalning eng zo'r tarafi, menga yoqadigan tarafi, boshlanishiga, ya'ni smartfon zakaz qilayotganingizda 30 yoki 40 dollar to'laysiz, qolgan pulini smartfonni qo'lingizga olganda xohlagan usulda bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz olib kelib bergan odamga naqd bering, xohlasangiz adminga karta orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi o'rtoqlar, smartfonni uyingizgacha olib kelib berishadi. Ya'ni smartfon sotib olayotganingizda ko'chaga chiqmaysiz, magazinga borib sarson bo'lmaysiz. Xullas, uyingizda o'tirgan holatda bu kanal orqali siz bemalol smartfon sotib olsangiz bo'ladi. Xullas, o'rtoqlar, smartfon zakaz berish bo'yicha men sizlarga doim tavsiya bergan bo'lardim. Ag'zab Market eng zo'ri. Kamerasini ko'rdik, gap yo'q, yorib tashladik. Videoda ham, fotoda ham a'lo darajada. Ya'ni men o'ylashimcha, meni fikrimcha endi, o'zimning shaxsiy fikrim, hozircha kamera bo'yicha qirolni men ayta olaman bu smartfonni, chunki o'rtoqlar kamerani eplab bo'lmayapti. Keling endi bu monsterni biz gameni test qilib ko'ramiz. O'ylarda o'zini qanaqa ko'rsatadi? Marhamat, yoqimli tomosha. Birinchi bo'lib Blur degan o'yindan boshlaymiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, bu o'yin PlayStation 3 ga mo'ljallangan. Lekin mana shu og'ir o'yinni emulyator orqali smartfonga o'rnatdim. O'ynalishi shunchaki super darajada. Ayniqsa mana bu displaydagi virtual joystick bilan mazza qilib o'ynasangiz bo'lar ekan. Qotishlar umuman yo'q. Masalan, raketa otganda qanaqadir yoqimsiz laglar yoki frizlar ko'rmadi. Ideal darajada o'ynalyapti. O'rtoqlar, qaranglar, agarda mana shu videomizni, misol uchun, nechta deylik, 10 mingta lag yig'adigan bo'lsa, mana shu Blur o'yinni qanaqa qilib o'rnatilishligi haqida video qo'llanma tayyorlab, uni har doimgidek Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Misol uchun 10 mingta sizlarga bu ish emas deb o'ylayman. Undan keyin esa yana bitta og'ir o'yin CSR Racing 2 ni o'ynab test qilib ko'rdim. Chunki bu o'yin ham katta kuch talab qiladi. Har xil effektlar va mashina tezligi, ranglar har xilligi bilan smartfonni test qilish uchun juda ham yaxshi o'yinlardan bittasi. Xullas, bu o'yinni ham o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Bu o'yinni ham sinovdan yaxshi o'tdi. Smartfon uchun Mortal Kombat X o'yini ham ko'p harakatlarga boy bo'lgani uchun test qilib ko'rdim. Ya'ni qizib ketadimi yo'qmi tekshirdim. To'g'ri, ozgina qizish holatda kuzatildi, chunki o'yin juda ham og'ir. Lekin smartfon qizigani bilan o'yinda qotib qolmadi. Ya'ni laglar, frizlar kuzatilmadi. Xullas, Mortal Kombat X da ham yaxshi o'ynaldi, faqat qizishini hisobga olmaganda. Undan keyin PUBG Mobile'da test qilib ko'rdim. 120 FPS ni ochib berishi bu aniq edi. Ultra HDR grafikada 60 FPS da o'ynalar ekan. PUBG da ham o'zini yaxshi ko'rsatdi, qochishlar deyarli yo'q, hech qanaqa frizlar kuzatilmadi. Lekin negadir bu o'yinda batareya rasxodi ko'proq tuyuldi. Endi smartfonimizni ishlash potensialini sizlarga hozir qisqacha tanishtirib o'taman. Xullas, ko'rayotganingizdek, отпечаткasi Ultra Sound juda ham kuchli texnologiya, juda ham tezkor va plavniy ochilyapti. Ayniqsa o'rtoqlar, buni effektlariga qarang, juda ham yoqimli. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfon operatsion tizimiga keladigan bo'lsak, operatsion tizimi o'rtoqlar Origin OS 6 bilan taqdim etildi. Protsessori o'rtoqlar eng oxirgi model Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olgan. O'rtoqlar, bu model xotirasi 512 va buni 256 ham bor, 1 terabaytli versiyasi ham bor. Xo'sh, o'rtoqlar, endi qaranglar, yana bitta narsa. Bu smartfon hozircha Antutu'da o'rtoqlar 2-o'rinda turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bugungi kundagi statistika Vivo X300 Ultra 2-o'rinda turibdi. Ko'rayotganingizdek, o'rtoqlar 3.945.000 ball yig'gan. Salkam 4 million ball yig'di. Hozircha mana o'rtoqlar 2-o'rinda turibdi. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, mana shu 1-o'rinda turgan modellarni sizlarga mana shunaqa chiroyli obzor qilib berishim mumkin. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfonda eSIM bo'lmaydi. Mana shu narsani aytib ketishim kerak. eSIM yo'q, faqat ikkita SIM karta 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Keyin o'rtoqlar, bu smartfonda o'zbek tili yo'q. Endi kimdir uchun bu minus bo'lishi mumkin, kimdir bu narsaga ahamiyat qilmaydi, lekin juda ko'pchilik odamlar o'sha o'zbek tilida ishlatishni boshlashgan. Xullas, sotib olsangiz, bu smartfonda o'zbek tili bo'lmaydi, faqat rus tili, ingliz tili va mana shunaqa misol uchun ispan tili bor ekan, german tili bor ekan. Xullas, shunaqa tillar
modellar bor. Va o'rtoqlar, bu modelda agarda global versiyasi chiqsa, mana shunaqa zapis zvonkov global versiyasida bo'lmaydi. Lekin bunda mana o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin, avtomatik tarzda barcha qo'ng'iroqlarni yozib oladigan funksiyasi bor. Xullas o'rtoqlar, ishlash juda ham zo'r. Mana bu tezlikni men sizga so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Buni bir marta bo'lsa ham o'zingiz his qilishingiz kerak. Xullas smartfon ishlash tarafidan juda ham zo'r, juda ham tezkor, lekin o'rtoqlar juda ham qo'pol. Xullas o'rtoqlar, qo'polligini hisobga olmasa, ishlash tarafdan smartfon ajoyib. Xullas og'ir o'yinlarni qanaqa darajada ochib berganini ko'rdinglar. Lekin kapot ostidagi dvigatel qanchalik dahshatli bo'lmasin, agarda mashinaning oynasi loy bo'lsa, u dvigatelda hech qanaqa foydasi yo'q. Da, siz to'g'ri tushundingiz. Gap smartfonni displey haqida ketyapti. Videolarimni montaj qilishda ranglar bilan juda ko'p ishlaganim uchun displey sifatiga juda ham injiqman, lekin bu ekranga qarab tan berishga majbur bo'ldim. Displaydagi 2K разрешение, AMOLED model, ko'zni qamashtiradigan yorqinlik, 144 Hz yangilanish tezligi, bu hammasi o'z yo'liga. Lekin bu model displeyda boshqa flagmanlarda yo'q fishkasi bor. Misol uchun kechasi qorong'u joyda telefoningizga ko'p titkiladigan bo'lsangiz, ko'zingizga xuddi qum sepilgandek bo'ladi, ya'ni achishib ketadi. To'g'rimi? Bunga asosiy sabab ekranning ko'zga ko'rinmaydigan miltillashi, ya'ni past darajadagi PWM ko'rsatkichi. Lekin Vivo kompaniyasi bu modelga aynan mana shu muammoni hal qilish uchun yuqori chastotali PWM dimming texnologiyasini o'rnatgan. Xo'sh, bu nima degani? Misol uchun siz qorong'u joyda telefon yarqisini eng oxiriga pasaytirib, ertalabgacha o'yin o'ynaysizmi yoki internet ishlatasizmi, xullas telefonga qarab o'tirasizmi, ko'zingizni charchatmasligiga javob beradigan texnologiya. Displey himoyasi Armor Glass degan juda ham qimmat va mustahkam texnologiya. Displey ramkasi esa flagmanlarga xos, ya'ni korpusning 90% ni egallab turibdi. Tushunib turganingizdek, smartfonni displeyda hech qanaqa ish qoldirishmagan, ya'ni biron bir gap so'z bo'ladigan kamchilik yo'q. Hertz juda ham baland, 144 Hz bu juda ham yaxshi. Yorqinlik juda ham zo'r. Разрешение 2K misol uchun. Katta o'lchamligi 682. Men o'ylashimcha, displey har taraflama haqiqiy flagman displeyi. Smartfonni displeyni ko'rdik, zo'r ekan. Kamerasi undan ham zo'r ekan. Protsessor juda ham kuchli. Endi o'rtoqlar bitta kichkina nozik nuqtasiga to'xtalib ketamiz. Smartfon ergonomikasiga. Ya'ni ergonomik tarafdan bu smartfon juda ham rasvo. Ochiqchasiga aytaman o'rtoqlar, meni qo'limga tushmadi, menga ergonomikasi yoqmadi. Xullas o'rtoqlar, bu hammani ham ideal degan telefon bo'lmasligi mumkin mana shu ergonomik tufayli. Esingizda bo'lsa, oldingi videolarimda ham aytganman bu gapni, ya'ni shayba kamerali mana shunaqa smartfon sotib olasizmi, iloji bo'lsa, uni ushlab ko'ring, ozgina ishlatib ko'ring. Bu sizni qo'lingizga yaxshi tushyaptimi? Misol uchun biron bir tanishingizda bo'lsa, olib ko'ring yoki magazinga borib so'rab ko'ring agar ochig'i bo'lsa. Xullas, o'zingizni qo'lingizga mos bo'lgandan keyin sotib olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki o'rtoqlar, bunaqa smartfonlar hammani ham qo'liga tushib turmaydi. Misol uchun boshida sizga zo'r ko'rinadi, bitta qo'lga olganda, misol uchun zo'r ekan, dahshat ekan deysiz, lekin 1 kun o'tadi, 2 kun o'tadi, 3 kun o'tadi, bu telefon sizga tushmasligi mumkin. Xullas, ozgina sizga qo'pollik qilishi mumkin. Endi smartfonning dizayniga umumiy to'xtalib ketamiz. O'zi aslida dizaynga gap yo'q. Ramkasi toza metalldan, orqa panel shishadan va o'ziga xos chiroyli tekstura bilan ishlangan. Lekin bilasizmi, bu qalinlik va og'irlik bekorga emas. Lekin shunga yarasha smartfon IP69 sertifikatiga ega. Qaynoq suv, bosimli suv va changlar ham bu smartfon uchun hech narsa emas. Va yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bu smartfon 1.8 metrdan yerga tushib ketsa ham hech narsa qilmasligini kompaniya ta'kidlab o'tdi. Batareya hajmiga keladigan bo'lsak, 6600 mAh batareya bilan jihozlangan, 40 watt besporodni zaryadga olish qobiliyati ham bor ekan. Keyin o'rtoqlar videoni boshida ko'rsatdim, bu smartfondan 100 wattli tezkor adapter chiqadi. Mana hozir korobkasida turibdi. Mana shu adapter orqali tezkor zaryadlash qobiliyatiga ega va o'rtoqlar, bu smartfonning batareyasini men o'rtada baholayman. Misol uchun forumlarni o'qigan holatda endi zo'r deb ayta olmayman, chunki hozir bundan boshqa smartfonlar, boshqa flagmanlar batareyasi bunga choy ichirib qo'yishi aniq. Men bunaqa smartfonlarni bilaman, obzor ham qilganman. O'rtoqlar, endi model aytish shart emas va o'rtoqlar, bu smartfonning batareyasini men o'rta darajada deb baholayman. Bu albatta o'zimning shaxsiy fikrim. Agarda meni shaxsiy fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun narx jihatdan men ozgina qimmatroq deb o'ylayman. Misol uchun 1100, ana bor 1200 bo'lganda menimcha yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. 1300 dollar atrofida ozgina qimmatroq deb o'ylayman. Hech qisi o'rtoqlar, bunaqa narxga tez orada tushib qoladi. Kamera bo'yicha o'rtoqlar, smartfon eng zo'ri. Kamerada gap yo'q, zo'r. Menga kamera juda ham yoqdi. Kamerasiga kasal bo'ldim. Ergonomik tarafdan prosta rasvo. Mana bu chexoli bilan o'rtoqlar ishoninglar, boyam aytdim sizlarga. Mana shundoq ishlatasiz, bo'ldi. Sizni cho'ntigingizda ishonavering, bir g'ish ko'tarib yurgandek bo'lasiz. Mana shunaqa minus taraflar bor. Endi o'rtoqlar, go'zallik nima deydi? Har xil maqollar bor. Misol uchun nimadirga erishishga nimadirdan voz kechiladi, go'zallik qurbon talab qiladi. Xullas, bu smartfonda hammasi o'sha aytilayotgan maqolaning hammasi bor. Kamera kerak bo'lsa, marhamat oling. Agarda kamera muhim emas bo'lsa, bu smartfonga umuman qaramaslikni tavsiya bergan bo'lardim. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, bu smartfon haqida men o'zimning fikrlarimni bildirdim. Sizlarga chiroyli obzor qilib berishga harakat qilib, agarda videomiz ozgina bo'lsa ham sizga
yoqqan bo'lsa, like va komment orqali meni sahifamga rivojlanishiga juda ham katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.